Qizingiz ko'chadagi yigitchalarga ilakishib, ularni sevgisiga aldanishni istamaysizmi? Otamisiz, onamisiz? Diqqat qiling, yaqinroq o'tiring. Qizingizni fitratini, ayolligini o'rganib, unga uyda olish kerak bo'lgan, aynan sizdan olish kerak bo'lgan mehrini va shirin so'zlarni bering. Tushuning, u har qancha soliha bo'lsa ham u ayol. Ayoli fitratini yaratgan, xuddi shunday yaratgan. U shirin so'zlarga, chiroyli gaplarga albatta uydagilardan eshitishga ehtiyoji va muhtoji bo'ladi. Ya'ni sizdan olmagan o'sha bo'shliqni atrofdan qidirishga majbur bo'lishi mumkin. Har qancha zo'r tarbiya bermang, har qancha zo'r tanbeh bermang, lekin qizingizni qalbidagi sizdan olish kerak bo'lgan bo'shliq sizdan to'yintirilmasa, boshqa insonlardan to'yintirilishi mumkin. Buni oldini olish bu faqatgina sizga bog'liq. Qiz bola tarbiyasida aynan siz, siz qiladigan 5 ta xatoni qanday qilib to'g'rilashni o'rgatdim. Ushbu video darsiga qo'lga kiritish uchun izohlarda 6 raqamini qoldiring.